o'quvchi uchun qarsak bitta joydan chiqsa zo'r bo'ladi. Akanabi, bizni ishxonamizdagi ish sharoitlari sizni qoniqtiradimi? Albatta qoniqtiradi. Bizni ishxonamizdagi siz uchun beriladigan oyliklar, premiyalar sizga ma'qul kelayotganidan biz xursandmiz. Albatta, hammasi yaxshi, sharoitlari, musiqalari ham yaxshi. Ish jarayonlaridan ham mamnunman, yaxshimiz. tushunarli. Adashmasam, siz ishga kelganingizga 5 oycha bo'lib qoldi. Shu Ramazon hayitiga ancha ehsonlar qilib, podarkalar berib, yaxshi bizdan xursand qilmasdan. Sizni xursand qilganimizdan biz ham juda ham xursandmiz, biz ham mamnunmiz. Xo'p, bizni ishxonamizda yangi ishga kirmoqchi bo'lgan xodimlarimiz uchun qanday tavsiyalar berasiz? Kelishsin, kelib ishlasin. Ham malaka oshirishadi, ham oyliklari yaxshi. Qanday holatlar bor? Hammasi Siz yaxshi. rozilarmi? Muomala ham, sharoitlar ham yaxshi. Yangi biz bilan ishlamoqchi bo'lgan xodimlar, bizni ishxonamizga kelmoqchi bo'lgan xodimlarimizga qanday tavsiyalar berasiz? Bemalol kelib ishlashlari mumkin. Oylik yaxshi, premiyalar, sovg'alar, avtomobil xizmati bor, ovqat